Top lokatsiyada sotiga attiga 27 ming AQSh dollari belgilanayotgan bunaqa jozibali, shikarniy xonadonni ko'rmagansizlar. Sizlarga obzorni qilib beramiz. Manziliga to'xtaladigan bo'lsa, O'rta Chirchiq tumani, Mustaqillik MFI, Yoqut ko'chasida, yo'l yuzidan 2-liniyada va undan tashqari Food Citydan 4 kilometr masofada joylashgan. 5 ta mashinaga mo'ljallangan pridomovoy territoriyamizda mavjud. O'rtoqlar, kirib kelishinglarda 10 ta mashinaga mo'ljallangan vezga ko'zini tushadi. Umumiy maydonimiz 14 sotuvdan iborat, yashash maydonlarimiz bo'lsa 300 kvadratdan iborat va undan tashqari ko'rib turibsizlar, kattagina o'zi to'g'ri burchak hajmga ega obyekt. Imoratlarimiz 2015-yili barpo etilgan, polностью pishug'ishdan solingan, sesmalar ham tashab qo'yilgan, ikkinchi qavatda bemalol barpo etib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda дополнительный yon tarafda territoriyamiz ham mavjud, orqa tarafda ham дополнительный territoriyamiz ham mavjud. Yashil hududlarimiz, tapchan zonalar va undan tashqari soyabon joylarimiz tashkil etilgan. Xonadon egalari o'zligi uchun mini ferma tashkil etib qo'yishgan o'rtoqlar. Hovlimizning etek tarafida joylashgan, juda ham kattagina, barcha udobstvolarga ega. Sanuzellarimiz qilingan. Bu yoq chiqaverishimiz, orqa vyxod. Bu yoqda bo'lsa somonxonamiz, bu yoqda kladovka va bu yoqda yana ikkita xonamiz mavjud. Bunaqa manzaraga erishish uchun ham o'rtoqlar qancha odamlar orzu qiladi-da. Ko'rib turibsizlar, orqa territoriyamiz aro'la o'tgan, katta trassamizning yuzi, ya'ni betonka, 2-liniyadagi xonadonimiz juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yerda ham tapchanli zona qilib, shashlik, kaboblar qilib bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Ideal va komfortga ega bo'lgan tayyor xonadonimizning umumiy qiymati 380 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Shu post ostida o'zingizlarning obyektinglarni izoh qilib qoldiringlar. Sizlarga eng zo'r va arzon obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.